Darknet'ga kirib, o'sha qotil klonlarni yana chaqirib ko'ramiz. Video boshlanishidan oldin men sizlarga bundan oldingi qismda bo'lgan voqealarni eslatib o'tmoqchiman. Biz yana o'sha dahshatli Darknet saytiga kirib, qotil klonni chaqirdik. Lekin u klon o'rniga biz chaqirmagan klon kirib keldi. Va u klonning ismi Isabella. Va bizani hayron qoldirgan narsa, Isabellaning qo'lida Chico'ning oyoqchasi ham bor edi. Keyin esa biz mana shu oyoqchani olishga juda ham qattiq harakat qildik. Lekin Isabella bizga umuman u oyoqchani bermasdan Gambitni klonga aylantira boshladi. Va keyin esa biz Isabellani tutish uchun tuzoq yasadik va shu paytda podoldan Goblinni topib oldik va Goblin esa bizga hamma klonlar qo'rqadigan qizil boshchanoqni berdi va biz tuzoqqa tushmagan Isabellani shu boshchanoq yordamida qiynadik va keyin esa endi hammasi joyiga tushdi deganimizda bizning tuzog'imizga umuman yangi klon tushib qoldi va bu klon kim? Qanaqadir qo'lli bo'ldi. Yaxshi. Onaka. Darknet 6-qism. Klonlarni boshlig'ini o'g'li Pumba. Kim bu Maqsud? Shunda bizga birdaniga ikkita klon hujum qilyaptimi? Qara, hozir bu yerda ikkita klon emas. Birinchisi Goblin, Podol deydi. Keyin mana bu qiz klon. Yig'lab bilmayman, balkim hozir uydadir, balkim tashqarida. Chunki hali svet yondan yo'q. Va uchinchisi bir yangilikni aytib o'tmoqchiman. 3 million obunachiga erishganimiz munosabati bilan katta bir fan strechi qildik. Va bu fan strechiga juda ham ko'p obunachilarim kela olmasdan yana bir marta bo'lsin deyshgandi. Va shunaqa obunachilarimga zo'r yangiligim bor. Bu yilda Anhor parki 10 yoshga to'ladi va shu munosabati bilan 8 va 9 avgust kunlari juda ham katta tadbir tashkil qilinadi. Va bu kunlari yuzlab muzqaymoqlar va juda ham ko'plab sovg'alar bo'ladi. Va 8 avgust kuni Benom guruhi sizlarning oldingizda qo'shiq aytishga keladi va nafaqat bu, balkim aynan men obunachilarim uchun 8 avgust kuni soat rovno 19:00 da shaxsan men yana bir kichik muxlislarim bilan uchrashuvni, ya'ni fan strechani tashkil qilib, bu safar muxlislarimga juda ham ko'plab sovg'alarni bermoqchiman. Va bu fan strechida nafaqat men, balkim Komol aka ham birga bo'ladilar. Ya'ni Komol Qahhor ham bu fan strechiga keladi. 9 avgustda esa Amurxon Umarovning haqiqiy muzqaymoq patisi bo'ladi. Va bu muzqaymoq patida Munisa Rizayeva, Shahriyor kabi mashhur xonandalar o'z xoshlarini siz uchun ijro qilishadi va Anhor parkni 10 yoshga bag'ishlangan ajoyib bir multfilm ham sizlarga namoyish etiladi. Agarda mana shu 8 va 9 avgust kunlari bo'sh bo'lsanglar, albatta Anhor parkga kelinglar, chunki bu yerda faqatgina bayram bo'ladi. Va eng muhimi 8 avgust. Chunki 8 avgust soat 19:00 da men va jigarim Komol Qahhor bilan birga ko'rishamiz. Va endi bo'lmasam yana o'sha dahshatli klon oldiga qaytamiz. Nima qilsa bo'ladi? Nima qilsa bo'ladi? Eng qizig'i Gambitni bu yerga umuman kirgizmaslik kerak. Uni ko'rdingizmi? Ko'zi oqar yotibdi. Kitob qattaligini agar aytib bersa, vashcha biz tomon bo'lamiz, brat. Qara. Shoshma, xoma qilmaymiz. Bizning esimizda, что bizda Chico'ning o'yinchoqdan chiqqan o'yinchoq bor. Xo'p, biz bu o'yinchoqqa klonni ko'rgan qora qanotdan idishda suyuqlik bor. O'shani qo'shganimizda kitob etish bo'yicha Gambit tuzalish kerak. Ya'ni o'sha narsani Gambit tomorqa bossaki o'zi olib yursa tuzalish kerak, to'g'rimi? Da. Всё, bo'lmasa shunaqa qilaylik. Brat, umuman bizani eshitgani yo'q-ku, ko'rdingiz-ku, yuziga klon qizil bo'yoqlar chizib tashlab, Gambit brat desam umuman biz tarafga qaytib kelmayapti, brat. Klonga eshik ochib berganicha ikkalamiz berkinib turganimda. Lekin qara. Bizligi uchun kamsitib ustidan kulardi. Uni hech kim tushunmas, faqat rad etardi. Chiqdi. Altoqchi do'tdi mana. Do'stlar, nimaga bu klonlar hammasi bunaqa sodda? Hozir biz kitobxonadan shomda kirib ketdi. Demak, bular hammasi qalban yaxshi bolalar. Ishonsizlar? Gambit aka nima bo'ldi? O'lib qoldimi? Ko'zi ham yumuq. Shoshma. Ya yurak urib nafsotdi. Brat, hozir bizda yana prям yomon vaziyatga duch keldik. Daydi kitob tomonidan qilib ko'raylik, ochib ko'raylik, balki yana nimadir bordir. Ya qara, kitob hamma gapini aytib bo'ldi. Kitob bu klon haqida aytdi, hammasini aytdi. Bu nima deydi hozir kitob? Balki klonni qanaqa qilib yengishimizni aytar. Bu darajada oson emasdir. Day ko'raylikchi. Hop, chiqdingmi o'zi? Gambit shu qolib qoldiramiz. Bo'ldi, eshik qulf-ku. Bilaman nimagadir ko'nglim xashmadi. Endi Gambit chiqaradi. Maqsud qani? Maqsud!
o'rtoqlar omona kelib kitob olgungacha men Ammo bolaligidan hamma uni semizligi uchun kamsitib ustidan kulardi. Uni hech kim tushunmas, faqat rad etardi. Kunlarning birida shaharga kelgan sirli sirkning boshlig'i klonni ko'chada topib olib o'ziga o'g'il qilib asrab oladi. Boshliq uni ichida yig'ilib qolgan alam va g'azabni ko'rib, uni o'zini qorong'u jamiyatga olib kiradi va asta-sekin shafqatsiz qotil klonga aylantiradi. Mana gap qayoqda? Demak, u shuchi odamlarni yomon ko'radi. Ha! Eshikda qaro. Rahmat katta aktivlar uchun. Agarda Darknet dengiz chiqishini xohlasanglar, o'sha gap do'stlar, like 101 ming like, 22 ming obuna kerak. Obuna bosinglar albatta, chunki bu kanalda mo'shni obuna kerak. Va balkim xatasizlar aktiv berayotgan shunga davom etamiz. Shuning uchun aytdim do'stlar, aktiv beringlar. Darknet 7-qism bo'ladimi yo'qmi? Hammasi sizlarga bog'liq. Men hech kimga ishonishimni bilmayman. Maqsudga ishonsam, Maqsud o'dirotdi, Gammitga ishonsam, ko'rasizlar qanaqa xuddi yolg'on gapirayotgandek gapirotdi, xuddi o'lib tafotgandek gapirotdi. Navotgan bo'lsa ham menga juda ham qiziq bo'lyapti. Dal shu bu narsa davom etishini xohlayman. Chunki adrenalin, yangi narsalarni ishqiboziman. Так что nima bo'lsa ham 7-qism, 8-qism и так далее ketishini xohlayman. Uning uchun sizlar поддержка qilib turishinglar kerak. Podpiskaga kanalni qo'yib qo'yinglar. Aylanay. Agar Darknet qism bo'lishni xohlasanglar, просто like bosinglar, obuna bo'linglar va Sardorni ham kerak bo'lsa qutqaramiz. Va yangi qismi chiqadi. Va bu esa sizlarga Darknet 6-qism. Video tugadi. Agarda siz videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyaga 7 sonni yozib qoldiring. Va biz esa tezroq shu sonni olishga harakat qilamiz. Va mana bu yerda esa yana bir yangi videom turibdi. Hozir o'tib ko'ring.